Yaxshimsizlar ekranlardagi har millat ko'rman do'stlar. Yaxshimsizlar naq maydondagi aziz ustozlar, mehmonlar, ulgulik korxonachilar. Ko'rayotganlar O'zbay tojdorligidagi Shinjong bayram shirkati va Kuychi madaniyat tarqitish shirkati birlashib uyushtirgan cho'ng tipdagi programma Men mikro savdogar programmasi. Men program riyosatchisi Mahin Ro'zi. Men program riyosatchisi Abdurahmon Abdug'ani. Aldı bilan programmamizni qo'llagan barcha do'stlarimizga, korxonachilarga, ustozlarga, aziz ko'rmanlarimizga chin qalbimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Programmamizga qatnashgan aziz mehmonlarimizdan yiqishliq so'zlari bilan, o'tkir bayonlari bilan, sahna va ekranlardagi chiroyli obrazlari bilan al qalbidan o'rin olgan faxrli riyosatchimiz Mahira Abdug'ani. Qarshi olamiz ustoz. Yana bir aziz mehmonimiz bo'lsa, yetakchi ustoz Izdan korxona maslahatchilik shirkatining quruvchisi Muhammad Sulaymon Izdan muallim. Qarshi olamiz, xush kelibsiz. Shanxay Pinar shirkati, Shinjong Pinar shirkatining quruvchisi Rahila Tursun xonim, xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Programmamiz olay taklif qilingan korxonachi ustoz Kayli Jo'xoy shirkatining quruvchisi Abduxabir apandim. Qarshi olamiz. Shinjong Jamol shirkatining quruvchisi Imron apandi, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Onundan başqa mana bizning o'ng so'l ikki tarafimizga bizga hamdamda bo'lish uchun, so'zlarimizga moslashib, programmamizni texmi rangdor qilish uchun, ham shundaqla o'zlarining go'zal hikoyalari orqali mehmonlarimizga, mahirlarga ilhom berish uchun sahnamizdan o'rin olgan korxonachilarimizni tanishtirib o'tamiz. Bugungi sahnadan o'rin olgan korxonachilarimizdan O'zbay shirkatining quruvchisi Elshad apandi, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Halarangul shirkatining quruvchisi Zumratgul xonim, qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Mahiber markasining barpochisi Nadiya xonim, xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Oilalar shirkati Safoyat guruhining quruvchisi Abdultif apandim, qarshi olamiz. Shinjong Katrina shirkatining quruvchisi Mehrgul xonim, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Davron shirkatining quruvchisi Abdukarimjon apandim, qarshi olamiz. Altun Chechak markasining barpochisi Saodatgul xonim, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Tibbiy parvarishkor shirkatining quruvchisi Salomat xonim, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Bizda ma'lum Temit Musab qahvasining barpochisi Atigul xonim, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Dila Baby shirkatining quruvchisi Adila xonim, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Nurpari shirkatining quruvchisi Asimgul xonim, xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Xo'shlug'im shirkatining quruvchisi Ayshigul xonim, qarshi olamiz. Talpin markasining barpochisi Qaysar apandi, xush kelibsiz. Qarshi olamiz. Yikanliyan shirkatining quruvchisi Ilmizod apandim, qarshi olamiz. Aybili shirkatining quruvchisi Alijon apandi, qarshi olamiz. Xush kelibsiz. Qoltis Go'zal shirkatining quruvchisi Nurbiya xonim, qarshi olamiz. Hammanglarga yana bir qatim chin ko'nglimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Xush kelibsizlar. Mag'lubiyat muvaffaqiyatning onasi degan bu so'zni ko'p takrorlayapmiz. Har xil yechimlar chiqyapti. Bugun siz bizga qandaq yechib berasiz? Hamda kichikimizdan boshlab biz anglab kelgan mag'lubiyat muvaffaqiyatning onasi deb. Lekin atrofimizga qaramasak, mag'lub bo'lib o'rindan tura oladiganlar 10% bo'lmaydi ekan. Qolgan nurg'ulg'an kishilar azroq ziyonni ko'rib yoki mag'lubiyatni ko'rib, o'ziga bo'lgan ishonch yo'qotib, aslidagi orzusini yo'qotib qo'ydi ekan. Hamda meningcha o'zimning bilish doiramda mag'lubiyat muvaffaqiyatning onasi deganda ozroq masala ekan. Qanday masala ekan? Asl mag'lubiyat dadisi ekan. Biz onasini bilib dadisini qolganligimiz sababidan o'rnimizdan tura olmaydi ekanmiz. Mag'lubiyat muvaffaqiyat onasi bu to'g'ri gap. Lekin uning dadisi bo'lish kerak. Uning dadisi izchillik va o'g'inish ro'yi. Bir odamda mag'lub bo'lgandan keyin, ya'ni shu ishni davomli qila oladigan va o'g'inishni bog'lay oladigan, bilish doirasini kengaytiradigan bu ro'yat bo'lgan chog'da o iniqsizlik tug'an kelgusira cho'qim natija orta oladi. Masalan, paqaydi Chanxo'ja sohasida hamma sun'iy bo'lgan bir donliq bir marka bor edi. U bo'lsa-mu, o'sha u markasini Chanxo'ja sohasiga Chandoji deb marka ko'rib, 2005-yilgacha davlatimiz Chanxo'ja sohasida donliq marka yaratgan. Bo'yin deydigan. Bu shirkat ayni vaqtda Shangonni qo'llab, davlatimizda Chanxo'ja sohasida zo'r ko'lam yaratgan. Lekin 2005-yilgacha bu nurg'un ziyon tortdi va shirkat vayron bo'lgan jakarlaydi. Lekin mushuk kollektivdan chiqqan yana bir guruh bor. Ayni vaqtda mushuk kollektivdan ma'lum bo'limiga mas'ul bo'lgan bir kollektiv chiqib, Afrikaga berib, Chayin telefonda bir telefon chiqdi va Afrikaning umumiy telefon bozorining 48.5%ni egallaydi. Undaqda bu shirkatdan chiqqan bu qanday natija chiqara oldi? Bu shu o'xshash turni olib kuchamidi. Balki Afrika
shu yerga massaj tura oldi. Chunki biz har qatlam mag'lub bo'lganchigimizda nimish mag'lub bo'ldik sababini deb chiqishimiz kerak. Mag'lubiyatning sababi bo'ldi. Nurg'un chog'larimizda sodimiz to'lab ketdi edi. Sod nimish to'lab ketdi. Buning haqiqiy sababini deb chiqib, masala hal qila olganchigimizda anda biz taraqqiy qila olamiz. Qarixonchi qanday bo'ldi? Natija qozonganlar qanday kishilar bo'ldi? Hargiz qalqildan kishilar emas. Balki masalaga uchragan joyda masala hal qilish iqtidori yuqori kishilar qarqonchilar oladi va o'z sohasida natija chiqara oladi ekan. Har bir aylan masala hal qiluvchi bo'lishimiz kerak. Mayli biz igilik tiklayli yoki bo'lmasa o'zimiz yaxshi ko'rgan xalqan kasbni qilayli, o'ngsizlik bizning turmushimizda qadamni bir bo'lib turdi. Demak, o'ngsizlik uchraganda biz mag'lub bo'lgan vaqtimizda muvaffaqiyatning onasi bo'lgan shu mag'lubiyatimizni tajriba qilib, muvaffaqiyatning dadasi bo'lgan ana shu izchillikni o'zimizga mahkam tutib tirishqandalar natija har vaqt bizning atrofimizda parvona bo'lib aylangusi. To'g'ri, bundan keyingi taraqqiyotda bir odam natija chiqara olmaydi. Biz kollektiv bo'lish kerak. Bir odamning qanchalik yiroqlikqa mangdiganligini bilmoqchi bo'lsang, buning kimlar bilan safardosh bo'lganligi qor deydi. Shunga taraqqiy topgan shirkatlarning hammasi hamkorlik qilib qurganlar, sheriklashish yaxshi bu yurgizilgan shirkatda taraqqiy qilgan. Undaqda bugunki bu programmamizga yana bir orzu egisi taklif qildik. Bu orzu egisi o'zi igri tiklamagan, lekin boshqa igri tiklan ma'lum bir shirkatlar hamkorlashib, o'z sohasida, undidor sohasida natija yaratgan, undidor sohasida natija yaratayotgan bir izlanguchini biz bir orzu egisini o'z sohasida, undidor sohasida natija yaratayotgan bir izlanguchini, bir orzu egisini bugungi programmamizga alohida taklif qildik. Qanday bo'lsa, mana bu orzu egisining hikoyasini, orzusini anglab baqaylik. Marhamat. Yaxshimsizlar, naq maydondagi qarag'anchi ustozlar, yaxshimsizlar, ekran oldidagi suyumli ko'rilmanlar. Aqsu Avat diyardagi Gulginadan hammalarga otiq salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Men Halrengil elektron to'rsochak shirkatning shirkat paychiki Gulgina bo'lman. Men 2018-yili o'rta texnikumni bitirib, to'xtamay xizmat izladim, lekin o'zimga mos kelgan bir xizmatni topolmadim. Shuning bilan men ota-onamning yukini yengiltish uchun shu 18 yoshimda ota-onamning yukini yengiltish uchun uningdan boshqa mushu o'z oldimga bir ish qilib beqish uchun uningdan yana boshqa eng tez holatda pul tepish uchun men prava elib taksi haydash mushunda xiyolga kelib qoldim. Chunki men pravni ish qaynonchada cho'qim epil olar ekanman. Andan keyin men boshqalarning taksisini yoki boshqalarning mashinasini haydab bersam, buning cho'qim pul birdigan, shundan men o'ydiganlarning iqtisodini yengiltar ekanman degan maqsadda men prav elishga kirishdim. Prav elish jarayonida men ish qilib har jihatdan iqtisoddan bo'lsin, har jihatdan qiyinchilik tatdim. Men pravni o'ngishli ep bo'lgandan keyin shunchalik azoblandim. Chunki pravni ep bo'lib, prava 5 yilga to'shmagan aloqda taksi haydisi bo'lmaydiganligini dal shu vaqtimda bildim. Shuning bilan men tunji qatimliq orzuyimda, ya'ni tunji qatimliq o'z oldimga bir ish qilma degan mushu taksi haydashdan iborat bir orzuyimda tunji qatim mag'lub bo'ldim. Ondan keyin men hamda yezid cho'ng bo'lgandim, men yezidin hamda yana uyda bekor o'tiraversam bo'lmaydi. Shuning bilan men mushu atrofdagi qo'shni qulimlarning dal 2018-yil 8-oy vaqtda qo'shni qulimlarning etizligiga chiqib mushu yo'l yang'oq terishpadim. Bu yo'l yang'oq terishpasa menga kunligi yoki biray 100 koy atrofida birdika. Shu orqali men yana pul topa olaman deb o'yladim. Mushu yo'l yang'oq terish jarayonida tuyuqsiz chambarakda mushu Halrengil shirkatining shirkat qurg'uvchisi Zumratgul xonimning men bir kotib qabul qilma, cho'qim kompyuterni bilish kerak degan bir uchurni ko'rib qoldim. Tutira men nimish sinab baxmayman. Men mushundan bir kinish olgan tusam kompyuterni nimish qilmas sinab baxmayman degan bir sinab yiqish niyatiga keldim. Shuning bilan Zumratgul xonim bilan ko'rish uchun bordim. Lekin men ko'rishga borgan vaqtimda qo'limga bir tal oq palaki bo'lgan holatda men Zumrat liderning oldiga bordim. Shu vaqtda u degan hargizmi to'nglaydigan vaqtda men 8-oyning oxiri. Lekin Zumrat lideri bilan ashada paranglish jarayonida Zumrat liderining miyanshisidan men o'tdim. O'tib Zumrat liderining oqsida ishlaydigan bo'ldim, lekin shu vaqtda Zumrat lider mendan bir savol so'radi. Balkim bu savol orqali mening butun taqdirim o'zgargandi. Balkim men shu savol orqali hozir holatimga kelgan bo'lishim mumkin. Siz
ukam to'nglab ketdingizmi yoki nimish palak kiyib oldingiz deb so'radi. Men shu yerda to'kilib yig'lab ketdim. O'zimning bir mushu nimish tirishmagandan, nimish boshqalarning oldida mening beshimning egilib qolgandan shunchalik pushaymon qildim ham azoblandim. Shuning bilan men mushundoq bir yezidan men uydagilar yordamlashib birib turib, mushundoq yong'oq terib qo'lim mushta qor bo'lib ketgan. Shu men xijilchilik ichidan palak kiyib oldim dedim. Desam, anikin zumratlar hech qisi yo'q. Bu degan hammamiz qilib baqqan ish. Bu azroq vaqtga qo'lingizdan chiqdi, xijillanmang deb ashta deb, men nayt mehribonlik bilan ashna muomala qildi. Undan keyin men mushu zumratlarning izchil yaxshi tarbiyalash ostida, atrofimdagilarning qo'llash ostida 4 oyga yetmagan vaqt ichida men bir mashina setib olgandek holatga keldim. Endi mashina hammalarning bor. Har bir oilada birdan 2 ta mashina bor. Lekin 18 yoshdagi bir qiz bolaga nisbatan bu mashina intayin bir cho'ng gap hisoblandi. Shu tariqada endi mushu atrofimdagilarning ota-onamning qo'lishidan hargiz ayirib qolib bo'lmaydi. Har vaqt orqangizda biz basiz qilib beqing, orqangizda biz basiz qilib beqing deb ashundoq deganlik sababdan men bu kun keldim. Endi mushu 2018 yildan boshlab ta hozirgacha bo'lgan vaqt ichida men ota-onamni Şinjan işçi, mayli Şinjan sirtiq sayohatga bo'lsin, 8 qatimdan 10 qatimgacha sayohatga opirib, bir farzandlik burchimni ota-onamga haqiqiy ado qila oldim deb o'yladim. Undan boshqa 2019 yilning oxiriga kelgan vaqtda ikkinchi qatimliq mashina mukofotimni shirkatdan topshirib oldim. Demak, mening nomimda 2 tal mashina paydo bo'ldi. Men o'zimning tirishchilik orqali shu bir etizlikda ishlaydigan bir qiz oldim. 2 yilning ichida o'zim bir 2 mashina paydo qila oldim degan gap. Undan boshqa bu yil yana shirkatdan bir uy mukofotini qo'lga keltirdim. Bu tirishchiligimning orasida hargiz vakolatlarimni ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Mening vakolatlarim mush qizchaq kichik, mush qizchaq bizni yetaklamaydi demay turib, meni izchil qo'llab, mening orqamdan izchil menib quvvatidi. Men bu sahnaga kelishdagi maqsadim bo'lsa, men mushu sahna orqali jamiyatimizda ish kutib turayotgan va yoki o'zining chiqish yo'lini topolmayotgan dal menga o'xshash va yoki behuda ishlarga o'zining vaqtini sarf qilayotgan nurg'un xonim qizlarimiz va yoki menga o'xshash yoshdagi shunday qizlarimizga bir ilhom bo'lib qolsa, o'ziga bo'lgan ishonchini topsa, haqiqiy o'ziga bo'lgan chiqish yo'lini tepib olsa degan umidda bugungi sahnaga keldim. Hamda mushu sahnadan foydalanib men hozirgacha o'rganishni to'xtatib qo'ymadim. Faqat o'zim jo'ngjangiz o'qiganim bilan men hech qachon o'rganishni to'xtatib qo'ymadim. Shunga bugungi fursatdan foydalanib mushu sahnadagi har qaysi korxonchilarning hamda ustozlarniki mushu ochiq tatliq meg'izlarini anglash uchun bugungi sahnaga keldim. Shunga mushu ustozlarning menga bo'lsa achchig'ini ko'proq bersanglar, menga bu bir ilhom madad bo'ladi. Chunki tanqidni to'g'ri usul bo'yicha qabul qilgan o'quvchining yo'li intayin yo'riq bo'ldi degan gap bor. Anandan men azaldan bir ishni qilolmayman degan gapni hargiz o'ylash baxmadim. Chunki men boshqalar qila olganim qilalayman, boshqalar qilolmaganimni chuqum qilishim kerak. Qilmaslikqa, qilmayman deyishga, qilolmayman deyishga asla huquqim yo'q. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Mana biz bugun hamda 21 yoshga kirgan bir o'z orzusini izlanayotgan bir orzu egasining qisqagina hikoyasini anglab chiqdik. Hamsi men bir ikki savol so'rab qo'yay. Birinchisi, siz bundan keyin mangu undidor so'z qilmoqchimi yoki boshqa bir narsaga o'zgaray deb o'ylab boqdingizmi? Mening bundan keyingi orzuyim ikki. Birinchisi, men mushu o'zim non deb yeyotgan mushu shirkat orqali mushu shirkatning paychiga aylanish hamda mushu shirkatga o'zimning menga mushunchalik bir chiqish yo'l yaratib bergani uchun o'zimning samimiyligini bildirish uchun mushu shirkatga davomli ergashib menish. Qancha yil? Mangu. Men agar shirkatni chiqarib olsa-chi? Men chiqarayotgan ishni chuqum qilmayman. Demak, oldida o'zimiz muhim shunaqa. Ikkinchisi, retseptor gaz qaysini birinchi o'rin qo'ysiz? Birinchisini
Mening yana ikkinchi orzuyim mushu singlim bu yil dashoga intam birib o'tdi. Endi ota-onamning qurbi yetdi, lekin mening ota-onam qattiq eg'irchiligim sog'im yo'q. Shu singlimning butun o'qish bo'lsini men to'lab turib, butun xarajatni men to'lab turib o'qitqim bor. Shunga mening birinchi orzuyim, birinchi ret tizdig'inim dal mushu shirkatga davomli ergashish. Men shirkatga davomli ergashgan chog'da ikkinchi orzuyimni qila olaman. Bo'ldi, undaqda bizning ustozlarimizdan Mayra ustozdanki taklif fikrini anglab boqamiz. Gülgina, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz hozirgacha qanchalik hamkorlashquchi va yoki qaytlanma iste'mol nisbati yuqori bo'lgan xaridorni tutib turyapsiz? Men shu Abdurahmon doktorning darsiga qatnashmay ma'lum bo'ldi. Men 3 oyda bir qatim vakolatchini shallash ep borman har vaqt. Shunga hozir undar so'z qilib 4 yil bo'pti. 4 yil mobaynida men bir topda 500 vakolat saqlayman, ikkinchi topimda qurbaqmidim. Shuning orasidan menga o'xshash o'zining taqdirini o'zgartirganligini 200 dan oshidi. Men o'zim erishgan mukofotning tangdan yerimiga erishtirganligim 200 dan oshidi. Ularning ichida necha %ayol kishi, oila ayoli? 80% oila ayoli. Xizmatchilar bormi? Ha, bor. Siz ularni qanday qilib qayliqib akeldingiz? Mening o'zimning izchilligimga, mening natijamga tayanib. Chunki ular mendan mang'ayliqib yuz kelmaslik nazardan ayshay deydiganga yoki men ulardan cho'ng emas. Men o'zim har vaqt uning ustiga manga shirkatdan har qanday bir qiyinchilik yo'liqsa men hargiz qilmayman demayman. Agar men qilmasam, mening orqamdagi shu vakolatchilarim qilmaydi. Shular menga qarab, bizni yetakchi qila olayotgan, shunchalik kichik turib mush qizcha qila olayotgan, bizim cho'qim qila olamiz degan holatda mang'udi. Shunga men o'zimning orzusidan voz kechib baxmadim, izchilligimni tashlab qo'yib baxmadim. Shuni o'ylayman, mening vakolatchilarim shunga qarab, men izchil bo'lib menyapti deb. Uning ustiga bu undar sodisda elishdimi bek boshqalarga berish eng muhim. Men boshqalarga ko'proq berdim, shuning uchun mening orqamdan davomli menyapti deb qarayman. Sizning qaysi tarafingizni ko'proq maqtaydi vakolatchilaringiz? Tirishchan, izchil deb. Tirishchan, izchil deb maqtaydi. Ularning ko'pincha sizdan cho'ngroq. Uning ustiga eng mas'uliyatchan. Mas'uliyatchan, tirishchan, jafoga chidaydi, izchilliqi bor deb maqtaydi, shundaqmi? Bizmi dal bugun shu ruhingizni o'zingizning nutug'ingizdan his qildik. Menga hikoyangiz eng ta'sir qilgan bir nuqta palay hikoyasi. Ya'ni sizning yo'l yangaq terib, qo'lingiz qardab ketgan holatda, endi bu teri undaq vaqt qardab ketsa, 1-2 kunda yupin chiqarib atgal bo'lmaydi. Ozroq vaqt ketadi. Mushu vaqtda bir qiz balaning güzellikni söyish nuqtasidanmi? Herkes özünü kamsitishlemas, güzellikni söyish nuqtasidan shirkat liderining oldiga borganda hurmat ham o'zining shu ig'ir emgakning ustidan kelgan holdan azroq bo'lsin yoshirish nuqtasidan palay taqib olgan hikoyangiz menga bek ta'sir qildi. Undan keyin siz o'zingizni yaratibsiz, to'g'ri sahnani tanlabsiz. Endi sizga bundan keyingi taraqqiyotingiz uchun berilgan ochiqroq bo'lsa-mo, yaxshi takliflarni anglag'ingiz bormi? Anglag'im bor. Siz 20 necha yoshkansiz, singlim. Demak, guldek vaqtingizni o'tkazyapsiz. Uning ustiga armoningiz kishini suyundirdi. Singlimni o'qitqim bor. Demak, oilamga yuk bo'lg'im yo'q, hatto ota-onamning yaxshi bir tayanchisi bo'lg'im bor deyapsiz. Hozir qoltingiz, tirishchanligingizni siz cho'qim hassilab qila oladi ekansiz. Endi sizningki hozir bir shirkatda xeyli yuqori darajada hamkorlashqish ekanligingiz ko'nglimizga ayon. Mush holatda sizning yurish turishingiz atrofingizdagi sizga izchil ergashayotganlarga to'lim ta'sir ko'rsatadi. Cho'ngroq ta'sir ko'rsatadi. Agar sizdan cho'nglar bo'lsa, sizga qarab, kiyinishingizga qarab, yurish turishingiz, gap so'zingizga qarab sizga baho berdi. Sizdan kichiklar bo'lsa, sizdan o'ginadi. Demak, sizningmi o'zingizning ijtimoiy mas'uliyat doirangizda o'zingizga ishinib ergashayotganlarga yaxshi ta'sir berish majburiyatingiz bor. Men mushunda qabul qilsang qilding, qilmasang qilmading deydigan holatdan siz allaqachon o'tib ketgan. Masalan, yurish turish jihatda bugun umoq o'zingizning yeshig'imas kiyinib chiqibsiz. O'zingiz his qilganmi va yoki mayli qabul qildim deb o'ylamsiz? Masalan, paqalchoq tarafingiz sal tom. Shundaqmi? Bo'lmas badan siymiz emas. Nayt umoq. Bo'lsa, mushni agar yopadigan yubka yoki bo'lmasa uzunroq ishdan. Chunki hozir moda kiyimlar ichida yolg'iz kalta ko'ylaklar emas. Har xil uslubda kiyimlar bor. O'zingizning yeshig'imas keladigan rang, tasun jihatdan. Agar ani qilsangiz, hatto biz kiyimni nima uchun kiyamiz? Badanimizga o'zimiz yaxshi ko'rganlar emas, badanimizga mos keladigan badandagi ba'zi bir ayblarni yepish uchun.
Mükemmel beden hiç qandaq yerdə yo'q, mükemmel obraz hiç qandaq yerdə yo'q. Biz faqat uni yaratdimiz. Bu mükemmel parastlik emas, mükemmellik tarafga qarab tirishayotganimiz. Mükemmel parast bo'lib qolsak, baka yerib ketamiz, shundaq qo'singlim. Masalan, obraz jihatdan siz o'zingiz haqida izlanib, o'ylanib baqsangiz, siz texim utuq qozongan bir hamkorlashqish tarafga mangasiz, demak, sizdan ulgu oldiganlar ulgu ilish bilan birga sizdan suyundi, hatto yoshda cho'ng bo'lsa-mu, sizdan yiqish, sizdan tap tortish, ba'zida sen kichikding deb oldiga o'tib bilish emas, sizga yo'l qo'yish, sizning gapingizni anglash tarafdoriga mangdi, demak, bu vaqtda siz obrazdan o'tasiz. Yana bir taraf, siz sahnaga chiqqan vaqtda haqiqatan qo'rqdingiz. Nimadan qo'rqdingiz? Menga shuni deb bering. Qo'rqqan narsangizni tep bering, menga nimadan qo'rqdingiz? Mandaq cho'ng sahnaga tunji qatim chiqish. Mandaq cho'ng ilqi mandaq yorug'likdagi cho'ng sahnaga mening tunji qatim chiqishim. Lekin manadan boshqa sahnalarga chiqib baqqan, lekin rastlamkin ilqi o'zimdan yuqori holatdagi nurg'un korxonachilarning orasida turgankin biroz bechidilashdim. Ha, demak, o'zingizdan ustun holatdagi odamlar bo'lg'ashqa, mundaqcha aytganda sizning ustozlaringiz sahnada bo'lg'ashqa, atrofingizdagilar sizning yetakchilaringiz bo'lg'ashqa jiddiylashdingiz. Chunki nurg'un odam o'zining nimadan qo'rqqanligi, nimadan ansirganligi, sahnaga chiqib nimadan huduqqanligini javobini topolmay bir umr shu o'zining huduq qo'yish, tamtirash va yoki boshqalar oldida gap qilmaslikdek ayib yoki bo'lmasa kamchiligini to'liqlay olmaydi. Bugun Gulgina topoladi. O'zimdan ustun ustozlarim men o'rganishga tegishli korxonachilar bo'lg'ashqa jiddiylashibdiman dedi. Demak, endi bular sizni qo'llovchilar. Siz ma nuqtadan tahlil qiling. Bular sizga madad belgili yig'ilgan. Mayli bu yerda o'tganlar bo'lsin, mayli sahnada o'tganlar bo'lsin, hammaylar sizning hikoyangizga qiziqib kelgan. Hargizmi sizdan qusur tepish uchun emas, hargizmi sizni putlash uchun emas. Demak, bu nuqtani oydinlashtirib olsangiz, jiddiylashishning ancha hojati yo'qligini his qilasiz. Undan keyin odam birga haddidan ziyod qo'rqib ketganda, birga bak jiddiylashganda ovoz tempisi yuqorilab ketadi. Masalan, bir narsa uchun cho'sak, "Voyjon" deb ketamiz-ku, bu chaq ovozimiz kontrolligimiz doirasidan chiqib ketib qoladi. Bugun siz o'zingizni tonishtirish bosqichida ovoz tempingiz, chastotangiz nayt yuqori ko'tarilib ketdi. Buni men jiddiylashganligingizdan, qo'rqqanligingizdan deb tushundim, lekin o'ttirliqqa kelganda palay hikoyasidan boshlab tiniqmi ravon, kayfiyatmi ravon, to'salg'usiz holatda mangdingiz. Demak, siz o'zingizga qaytgan vaqtingizda nayt ravon holatda o'zingizni ifodalaydigan bir qiz. Siz qaltis qiz ekansiz, singlim. Rahmat. Shunga kamchiligingizni vaqtida bayqab, ortiqchiligingizni joriy qildirib bir kunlarda Zumrat sizdan ajoyib faxrlanadigan Zumratning o'ng qo'li so'l qo'liga aylanib ketishingizda gap yo'q. Ma'qul, rahmat, mana. Rahmat. Bo'ldi, Mayra ma'lum rahmatimizni bildiramiz. Izdan muallim. Ha, Gulgina yaxshimisiz? Yaxshimisiz, ma'lum. Mayraning nuqtasiga men azroq o'zimning bir to'liqlamasini qo'shib qo'ygim keldi. Ham biz shu uchrashgan Mayraning ichida eng uduqqani siz-chu. Jiddiylashish. Ham bizmi sahnada turayotgan hozir 15 yil deyishib qoldi. Shunga bizmi izchil turdami shu jiddiylashishni qanday yangish to'g'riliq izlanamiz. Ham unumini ko'rgan nuqtalarni barliq sahnada chiqmoqchi bo'lgan korxonachilarga yetkazib turibmiz-chu. Ham nutqning qudratini deyishning hojati yo'q. Bu dunyodagi birinchi kuchli qurol-chu. Buning oldingi shart cho'qim intayin rohat holatda o'zimizning ko'ngilligini yetkazish. Bu nurg'unlarimizning orzusi. Hamda bu yer jiddiylashish to'g'riliq gap bo'ldi. Yana bir sababni qo'shib qo'ygim kelyapti-da. Men mushunga bakarak yaqinligingiz ahamiyat beryapman. Qo'rqishingizga sabab, demak, birinchi sabab bu yer Mahira degandek o'zimizning yuqorilar bizga besim ekildi. Bizdan bilimlik deb o'ylaymiz-da hamda. To'g'ri. Lekin siz qo'rqmaydigan yana bir nuqta bor, u bo'lsa-mu, o'tgan yil o'qigan bir kitobda shu Changlong bilan Dilrabo rol olib kinosini ishildi, Jeyo Zaho degan deb. G'amguzarlar, milishmonlar do'koni deb. Shuningda Changlongning bir do'koni bor-chu. Ash mahalladiklarniki yeshanmagan savollarni tashlab qo'ysa, oqshom javob berib qo'yib qo'ydi. Keyin o'yildiki, shu xat oladigan sandiqni qaytarib ekitdi. Ashada bir savol menda qiziq turgan, bir bola savol qo'yib qo'ydi. Men qaysi imtihonni qanday qilganda 100 numar ola olayman degan savolga Changlong shunday javob berdi. Sen o'zingning hayot to'g'riliq, o'zingning turmush to'g'riliq chiqargan imtihondan faqat sallam 100 ola olmaysan, hech qanday odam 100 ola olmaydi. Bu nimani tushuntirdi degan vaqtda amaliyotda sizningmi har qanday odamdan usti yeringiz bor. U bo'lsin o'zingizning hayot to'g'riliq, turmushingiz to'g'riliq, hikoya so'zlagan vaqtida bu jihatdan hech kim sizni yengolmaydi. Hech qanday doktormi yengolmaydi, professormi yengolmaydi. Chunki ular yashab boqmaganda.
Şuna muşu jihatdan barliq so'zlaguvchilarga biz tunji sahnaga chiqqan vaqt amal va o'zimizning hikoyasini so'zlasak jiddiy ishni olamiz. Ikkinchi eng negizlik sabab nima desak, sizning o'qiishingizdagi yana bir sabab sahnaga chiqqandan keyin yaxshi ifodalasam, o'zimni namoyon qilsam, bir chavaklarga erishsam, e'tirof qilinsam, mushlarning keyin nimba degan vaqtda osam degan bir ideya bor-ku. Osam degan vaqtda inson o'zini nomus qildi. Çünkü bu insanın tabiatidagi ojizlik, paydaga amroq ziyon qo'yish bo'lish. Demak, siz ko'proq nuqtani o'zingiz qartib olasizda. Qanday so'zlasam, qandayroq ifoda qilsam, boshqalarning chavkiga erisha olayman, yaxshi ifoda olayman, o'zimning nomini yaxshi tiklayaman deb o'ylaganligingiz uchun siz o'diqdingiz. Buni qanday yengamiz? Biz sahnaga har vaqt bagil chiqishimiz kerak. O'zimning hikoyasi orqali misha o'ltagan har qanday odamga men bir aktiv energiya. Har qanday odam faqat tirishsalam o'zining taqdirini o'zgartirishga sharoit borligini isbotlag'il keldim. O'zimning hikoyasi hech kimda yo'q bu. Shuni bagil chiqdim deb chiqqan vaqtingizda sizda ustun odam yo'q sahnada, hammada ustunsiz. Qolganlar shunday havasli anglaymizda. Chunki sizning hayotingizni biz yashab boqmagan. Bu jihatdan biz mangu yuz ololmaymiz. Shunga bundan keyin sahnaga chiqmoqchi bo'lgan barliq do'stlarga tavsiyamiz shuki, og'ili chiqmaydi. Olaman degan odamda bir narsa yo'q degan gap. Yo'q odam ojiz bo'ladi, ojiz odam o'zini to'van ko'rdi. Shunga imkon qadar biz yo'q yerimizni ko'rmay, menda nimba hech kimda yo'q. Meni shuni berish uchun chiqdim degan vaqtda siz haqiqiy ustunlik erishsiz, o'diqish bo'lmaydi. Sizning butun diqqatingiz anglag'uchilarga bir narsa berishdi bo'lg'achqa, o'zingizning taqib turqi, gap so'z o'diqish unutib qolasiz-ku. Buning qancha kirishib olgan siri xuddi hammasi sizga qarayotgandek, mazoq qilayotgandek o'ylanib, bütün energiya boshqalarga ketadi, kallangiz quruq bo'lib qoldigan gap. Shu fikrni bagim keldi. Ikkinchi qisqa bir to'xtab qo'ydigan nuqtam, siz qisqa vaqt ichida tirishchilik ko'rsatib, 2 mashina bir uy yapsiz. Bu bir mo'jiza deyishki bo'ldi. Ham yana bir jihatdan yaqinqi shu undidor savdosi davrida chavzo chaqroq bo'lib qoldi shu. Shu xil natijalarni bayon qilgan vaqtimizda shu natijani to'liq oldikmi yoki bo'lmasa muddatga bo'lib pul topshirish usul orqali yoki qancha pul to'lash orqali men mandaq mashina oldim, mandaq uy oldim. Bu son sifirni yaxshiroq bersak, menimcha nurg'un kishilarga nisbatan bir qo'ymoq turishni saqlana olamiz. Chunki nurg'un kishilar hozir ishonmas bo'lib qoldi-ku. Mashina oldim, mashina mukofot, uy mukofot desa asosan bunun keyin nurg'un uyim bor ekan deb ishonmas bo'lib qoldi. Buni qanday ishondiramiz? Shofu to'ldik. Rastlam cho'nkan to'lgan bo'lsangiz, bu pul zot nereden keldi? Setishdan keldimi yoki yetaklashdan keldimi? Buni aniq bayon qilib bersangiz, anglag'uchilarni haqiqiy dilidan-ku qoyil qilib, bizning mush korxonachilarni mencha to'g'ri usul bilan yetaklaymiz deb qarayman. Sizdan ma'lumot rahmat. Endi shirkatda mas'uliyatdan muhim bir narsa bor. Mas'uliyat muhim dedik. Mas'uliyat muhim bir narsa o bo'lsa-mu, iste'molchilarga, hamkorlarga bo'lgan samimiyat. Biz samimiy bo'lgan chig'imizda andikin taraqqiylar aytganmiz. To'g'ri. Tarxoncha vakillaridan Rayda xonim. Kelgina yaxshimisiz? Siz Zumrat liderini izlab kelganda kotib bo'laman deb kelibsiz shunaqo. Anandikin undidor so'zini boshlab ketibsiz. Mushu jarayonda sizga mushu guruhni Zumrat lider o'zi berdimi? Ma'lum bir guruhni yoki o'zingiz nol holatdan mushu boshlab vakolatchilik bugun kun keldingizmi? Endi bundan so'rashimdagi maqsad mana bir lider bo'lib nurg'un vaqtlarda vaqt ajratolmaganligim uchun o'zimdagi ba'zi bir yetaklayamagan guruhlarni ostimdagilar o'tkazib o'tgan ahvollar borchu. Endi sizga shu Zumrat lider yordam qildimi yoki o'zingiz bir chatdan katib qilib turib, bir chatdan mush vakolatchilik bilan taraqqiy qilib bugun kun keldingizmi? Dastlabida men nol holatdan boshladim. Chunki men bir odamning ishonchisini qo'lga keltirmay turib, shu odamning shu menga bergan odamlarni yaxshi tarbiyalaylik holatga men kelmay turib, menga ba'zimi men ishonchisini nomut qo'yma. Dastlabida men nol holatdan boshladim. Andan keyin yana ilqi ma'lumlarning o'g'nishiga o'chaqda Abdurahmon doktor bilan Zumrat lider tanishmagan vaqtlar ekandik. Men shu ma'lumlarning boshqa ma'lumlarning o'g'nishiga qatnashib turib Zumrat lider orqali qildim. Andan keyin men haqiqiy qila oladiganligimni Zumrat liderga isbotlab bergandan boshlab Zumrat lidermi har tarafdan ilqi yangidan vakolatchi bo'lganlarni yoki o'zi yetishib bo'lmaganlarni guruh orqali emas, vakolatchi shu vakolatchini menga siz yetaklab meng deb ashuna birib turib ashuna yetaklab mandi.
Dastlabda siz necha pul mablag' soldingiz yoki Zumrad liderimda katib bo'lgandan keyin mablag' solmay ma'lum bir darajani sizga berdimi? Mening yanımda o vaqtda 25 koy bor. Mening uyimdagilar har haftada 25 koy, 20 koy, 30 koyni har haftada shu bu turmush xarajatini ishilting deb bir da vaqt ya mening xizmatim yo'q u vaqtda. Men o'tir mayli etizlikda nima ish topay uydagilar bir da vaqtim. Shu men 25 koydan hatta hozirgacha bosh yo'q xotiram. Bir ta shunda cho'ng ish qilgan odamdek yo'q bitta xotirga manjinjislar 30 koy urdim, 25 koy urdim, jami 75 koy oldi, jami 100 necha koy. Ashuna holatda urib liderga ashta holat topshirgan. Bo'ldi. Har vaqt biz tirish shaltirg'anchimizda muvaffaqiyat amaliyotda uncha cho'ng narsa emas. Biz tungi ko'zimizni halqiy olsaqlar, biz bugungi muvaffaqiyat. Shu cho'ng muvaffaqiyat shunda har bir kun halqishdan keldi ekan, izchil bo'lganchigimizda biz orzuyimizga o'zimizga taraf etganmiz. Yaxshimisiz Gulgina? Bayam mangu menga bir shirkat bilan dedingiz, men irodangiz menga ta'sir qildi-ku. Endi sizning mushta bir shirkatga sadoqatman bo'lishingiz, bunda izchillik bo'lishingizga nima sababchi bo'ldi? Mush bir bilib boqqimiz bor. Chunki bu yerda puldimi muhim bir narsa bor, odamiylik deydigan. Men chuqum menga bergan odamni unutib qolsam bo'lmaydi. Men chuqum o'zimning samimiylik orqali mushu şirketning eng cho'ng darajadagi shirkat paychiga aylanib, chuqum shirkatning har qanday ishlarda mayli jafoda bo'lsin, mayli rohat bo'lsin, tangdek menib turib, mushu shirkat bilan tang taraqqiy qilishni xohlayman. Ma hamkorliklarga ko'z tegmasin. Rahmat. 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 Men yaxshi ko'rgan bir so'z bor. U bo'lsa-mu bir odam o'zining aqliy legalik bilan bir qancha pul topa olishi mumkin, lekin izchilligi, odamgarchi kasbiy axloqi bilan o'zi mazgil taraqqiy qila oladi deydi. Ishtiroz yaxshi bo'lsa, undaqda biz ustozlarimizniki sizga bergan nomerni ko'rib boqaylik. Abduxabar apandimning sizga bergan nomer 95 nomer. Muborak bo'lsin. Rahmat. Izdan muallimning sizga bergan nomeri 93 nomer. Muborak bo'lsin. Mayra muallimning sizga bergan nomeri 95 nomer. Muborak bo'lsin. Rahmat. Raila Pinar xonimning sizga bergan nomeri 95 nomer. Muborak bo'lsin. Rahmat. İmran Jamal apandimning sizga bergan nomeri 98 nomer. Muborak bo'lsin. Rahmat. Unda tuvanda korxoncha vakillarimiz sizga yeşil chiroq yoqamdi, qizil chiroqmi ko'rib boqaylik. Bo'ldi, to'liq nomerga erishibsiz. Muborak bo'lsin. Rahmat, hammaga. Gulgina singlim, qiynig'ili chiqdim. Sadi meningcha Gulginaning xeyli san'at taraflaridan aloyiligi borda his qildim. Undoq. Ya yiziqchilikda bormi ya? Dijini yaxshi o'ynaydi. Qani amsa, chek tating. Karxanchilarningki talabini o'rindab berasiz, a? Katrina shirkati, Mirgul xonim, siz nima ish qilib turdi? Salam naq maydondagi ustozlar, karxanchi do'stlar, salam ekran oldidagi barliq tomoshabin do'stlar. Mikrosodigar programmasidagi bugungi mushu Katrina shirkatiga vakolatdan barcha azizlarimga cho'nqir salomimni yo'llab berishni loyiq ko'rdim. Gulgina xonim, sizning hikoyangizni anglab o'tdik. Menga bunday ta'sir qildi. Men mushu bir shirkat mas'uli bo'lish sifatim bilan nurg'ulg'an vakolatchilarni yetaklab hamma korxonchilarga mushundoq sadoqatman, mehrlik bir vakolatchining hamroh bo'lishini chin qalbimda umid qilaman. Endi mening sizga qo'yadigan kichikina talbim bir maydon bir usul o'ynab bergan bo'lsangiz. Qanday? Qarshi olamsizlar? Bo'ldi. Albatta talabni o'rindash kerak. O'zingizni qo'yib o'tib Gulgina. Raqobat e'lon qiling o'zingizga. Atang üçün seni bana vermeymen deydu hey. Sana aşık yürgümle koyup bırakan. Atang üçün seni bana vermeymen deydu hey. Sana aşık yürgümle koyup bırakan. Elif gibi makul değil ey güzel canan. Yetmek için veslimiz gelsin ey Irak'a.
Menimcha Gulginadagi mushu ishonch Zumrat xonimning kapti deb o'yladim. To'g'ri. Shundaymi? To'g'ri. Qattiq bo'lsiz o'ynayvering demay tatib o'g'ich chiqib boshlamchilik Sonu 5 qana o'z keyiniga tushunda bo'ldi-chi. Shu jur'atni Gulginaga Zumrat xonim beribdi. Albatta ishlaringlar texmo qutuqliq bo'lsin. Eng oxirgi yurak so'zim bo'lsa, mushu meni har jihatdan qo'llab kelayotgan Zumrat liderga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Undan boshqa men hozir 2 oylarcha bo'lib qoldi. O'zim Aqsudan bo'lganimdan Qashqa taraflarda bozor ichib meniyotqili. Kechalari bo'lsa ba'zi vaqtlarda bek kechib o'zim yolg'iz mashinada yotgan vaqtlarimda hujularda mashinada yetib degandek men ashta bozor ichyapman. 2 oyda mesi uyimda ota-onamga hamroh bo'lib yetib boqqan vaqtim 2 kunga yetmaydi. Mashqatimni Urumchiga kelishdan burun bir kunda mashinamni uyga to'xtatiblamkin yana aeroplanda matrabga mangdim. Uydagi vaqtlardami atginsi o'rnimdan tursam ota-onam allaqachon ishlarga ketib bo'ldi. Kech vaqtisi men uyga kiryapta ular armini ep bo'ldi. Men ularni rahatga erishtirman deb hozir shunchalik tirishman deb ularning yana hamroh bo'lamadim. Chuqum men bu vaqtimni saydan qaytgandan keyin endi ota-onamni ko'rdi buni. Men chuqum ota-onamga yaxshi hamroh bo'lib yana bir qatim bir yenda turib farzandlik burchimni ularga yaxshi ado qilaman. Bo'ldi, rahmat. Arzuyingizni yetishingizga umid qilamiz. Natijangizni nishon emas, natija biz satgan jafolarimiz va izchilligimiz uchun bizga bergan mukofot. Shu mukofotga erishishimiz badal tilmasak bo'lmaydi. Ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Rahmat. Bek suyundiq singlim. Keling, marhamat. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, naq maydondagi aziz ustozlar, mehmonlar ko'rayotganinglar, O'zbay men mikro savdogar programmasi. Biz yuqorida bugungi aziz mehmonimiz Gulginaning hikoyasini anglab o'tdik. Ustozlarning baholarini anglab o'tdik. Undaqda oxirgi numr Sadi necha bo'lgandi? Arzu egasi Gulginaning naq maydonda erishgan umumiy numri 60,56 numaraga erishibdi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Gulgina singlimni tabriklaymiz. Gulgina o'zi nayt muvaffaqiyat, ota-onasiga javob qaytarishni o'zining muqaddas burchi deb bilib kelayotgan yosh qizlarimizga, singillarimizga ulgu bo'ladigan bir singilimiz ekan. Albatta bu singlimizga omad qutuqlarning hamroh bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ko'rayotganinglar O'zbay men mikro savdogar programmasi. Navbatda bugungi programmamizning sirliq mehmon bosqichi qadam qo'ydik. Bugun zodi kim kelgandi? Odatman bir alaydir ekan deyman. Bu bir naqshchi. Shunaqla hammamiz naqshlarni suyib anglaydigan bir naqshchi. Bu naqshchini men eng dastlabda tunigan chig'imda daha şöyle ingliz tili o'qigan deb tunigan. Shuning bilan ingliz faranglashgancha buning inglizcha qaraganda naqshiga bakroq havas qilganligini va inglizcha qaraganda naqshini yaxshiroq so'zlaydiganligini his qilgan. Shundan keyin izchil do'st birodar bo'lib yutib mana mushtaq bir naqshchini biz bugungi bu programmada alayda etib qoldik. Unda bu asli dachir ingliz tili ügünüp öz kasbiga xoinlik qilib hozirgi naqshcha safarda tulpar otdek uchayotgan bu do'stimiz adi kimdi? O'xshashlar naqmaydan karxonchi do'stlarimiz yoki bevosita ko'rsatishni ko'rayotgan ko'rman do'stlarimiz sirliq mehmonning kimligini deb olsa o'xshashli 5000 yuanlik Nurbiya xonim. U naqshimiz bo'lsa, meningcha Hazrat Ali Muhammad Tursun. To'g'rimi, xatomi? Undaqda ko'rib boqaylik. Qani, marhamat. Kırıp kelgen kakak nının her cayda kırıp kışkırıp kelgen kakak nının her cayda kırıp Gel
ayğayma qulaq dansam saqa ayğayma qulaq Xush kelibsiz Hazrat Ali. Maynur yaxshimisiz? Abdurahmon muallim, tinchlikmi? Ko'pchilik, barliq korxonchi, ustozlar, do'stlar, hammanglarga Hazratlidan salom bo'lsin. Hazrat Ali hozir shu topda boya Abdurahmon doktor ta'riflab o'tganga o'xshash ushqandek taraqqiy qilayotgan igilik tikligüchilar deb tilga olamizku. Hazrat Ali shu naqshchilik sohasida ushqandek utuqlarni qo'lga keltirayotgan utuq qozong'uchi bo'lyapti. Rahmat. Hazrat Ali ishlaringiz texmi utuqliq bo'lsin. Navbatda Abdurahmon muallimning shundoq bir so'raydigan g'aybat aralashgan savollari bor. Agar g'aybat aralashgan qolsangiz. Hamda Hazrat Ali bilan biz faronlashimiz. Mayli turmush jihati bo'lsin yoki boshqa o'zimizning qiziqishlarimiz, kasbiy hayotimiz bo'lsin. Hazratdan uyg'undiga yerimiz nurg'uncha. Chunki bu o'zining kasbiga yuragini berib, shundoq o'zining do'stlariga mehrni berib, shundoq o'zining kasbiy hayoti orqali va o'ziningki shu kishilik munosabatlar orqali nurg'un kishi ta'sir ko'rsatyapti. Amsa men so'raydigan ekan so'rayolmagan nim deb qoladi. Bir savol kelmaymi? Anda bayağı g'aybat qismi hozir mana. G'aybat qilamiz. Kimni g'aybat qilamiz desang? Mening bir bola bor, Hazrat Ali Muhammad Tursun deydi. Shu uqqan men cho'qim menikini qildi deb. Shuni g'aybatini qilamiz. Menda to'rdoshlar yana san qiziqadigan, nurg'ulgan to'rdoshlar bizga savol beribdi. Sendan so'rg'izpa savollarni. Bunda bir savol bor ekan. Balkim bu sen bilib qurdoshlardan o'qiganlarning menda bir savol chiqibdi. Hazrat Ali maktabda Toshkentda o'qigan chog'da ingliz tili kasbida o'qib, nimishqa o'zining kasbini qilmay naqshchilik soat o'tib ketdi. Maktabda o'qishib o'tgandan keyin ingliz kasbidan xizmat topolmadimi? Yaxshi o'qimay yoki bo'lmasa, azaldan kichikdan boshlab naqshchi bo'lish orzusi bormidi deydigan bir savol keldi. Men rastga qilsam mush savolga bekchiq javob berdim-ku, bundan keyin mush savol chiqqanmislam deydim biraz. Abdurahmon muallim keyingi to'g'ri shu men shu kasbni ashta o'qigan qaranglar, lekin o'zimning rastga qilsam kichigimdan o'zim naqsh muzikaga bek amroqdim. Shunga shu oliy maktab kelgandan keyin ingliz kasbida o'qidim, lekin shu 5 yil kelgan yarim yilning ichidan kunda uxlasam xiyol surib yurkim shu javob berib o'zimga men ingliz o'qisam inglizning oxirini chiqarsam chiqara olamdim yoki men zodi naqsh aytadigan o'rganalam deb o'zim bilan kunda mungchilab qolgan qaranglar. Başqalardan mundashman o'zimdan chiqib mundishdim. Shuning bilan shu sen naqsh ayt, mushning tirishqin deb shuning bilan o'zim shu zamonlarda ta hozirgacha atrofimdagi nurg'ulg'an do'stlarniki madad turish bilan qo'llash bilan shu naqsh aytay deb qarang shuning bilan naqsh aytib shunday hozirgidek bo'ldi. Rahmat. Hazrat Alining boyaqi parag'ining ichida o'zim bilan o'zim mungdishiman dedi-ku. Uni boshqa Hazrat Alining shu naqshlarga diqqat qiladigan bo'lsak, boya tilga oldim. Men bilan, men uchun qatorliq naqshlar bir qator ko'p salmoqni egallaydi. Buning uchun, sen uchun, o'zim uchun deydigandek. Shu bu yerda balkim to'rdoshlarning ichida shunday bir savol shakllanishi mumkin. O'zingizni bek yaxshi ko'ramsiz deb. Buning veshi savol bo'ldi-jima. O'zimni yaxshi ko'rmayman desam-mo, yag'an olib qoldi, lekin ko'p vaqtlarda mallam emas, hammanglar o'zinglarni unutib ketibsizlar. Bir ish qilgan chog'da, har qanday bir ish qilgan vaqtingizda cho'qim biliqi erib charchab, masalan, nurg'un ishlarni qilgan vaqtimizda shu o'zimizni yaxshi ko'rganimiz og'irganda, ajab chidadim juma ishlarga, ajab jafolarni tatib deb. Lekin har qanday bir ishni qilgan vaqt boshlashda hammamiz o'zimizni unda yaxshi ko'rib o'qib ketmadik deb o'ylayman. Demak, Hazrat Ali o'zini intayin yaxshi ko'rdi, ammo nurg'ulg'an o'z kasbi, o'z orzusi uchun tirishayotganlarga o'xshash, ba'zi vaqtlarda ham o'zini unutib ketalaydi. Shuna Hazrat Ali, shuna yakunga erishdik. Rost. Hazrat Alining men yana bir ta'sir ko'rsatgan nuqtasi, Hazrat Ali fursatni o'zi topdi. O'ziga mablag' sarflashni bildi-ku. O'zini nurg'un kishilarga sahna ehtiyojliq. Balkim nurg'un kishilarning shuni hayotida taraqqiyot yo'lida buni ittirayotgan bir tayanchi bo'lishi mumkin. Lekin Hazrat Alining hayotida ko'p qism tayanchisi o'zini o'zlashtirib kelgan. Mana bugun chunki biz nima chiqib turdi? O'zining yuragida bir mehr-muhabbat bor. Naqshiga va mushu o'zining kasbiga o'ziga oshiq. Rahmat. Shuning uchun uzib ketyapmamdi mana. Ey rahmat. Sizlarning texim o'tliq bo'lsin. Endi ikkinchi g'aybat. Yana bormi? Endi bu nima g'aybatga desam, ikkinchisi bunda tanladik-ku. Ikkinchisi savol kelibdi, savolnacha bir talab kelibdi. Shu talabni deyishni loyiq ko'rdim. Hazrat Alining biz tunchi qadam sahnada anglagan naqsi
Daha şu o'qiyotgan chog'laring. Shunaqa? Ümit üzmedim. Ha, nechinchi yil? 2018. 2008 yil tunji qadam sahnaga Ümit üzmedim degan naqsi bilan nurg'unlar kishilar tunilgan. To'g'ri? Undaqda hozirgi talab shu Ümit üzmedim degan naqshidan bir kuplet chingchang aytib bersa bir talab kelibdi. Ma'qul chataq yo'q. Qani javoblarimiz bilan. Rahmat. Bu naqshninki teksti xalqninki muzikasini Mehmetsun Qurban deb sizlarni yaxshi ko'rgan bir naqshchi bola shu bolaninki ijod etildi. Bu ayni vaqtda men o'rlab chiqqan. Unda bo'lsa shu naqshni sizlarga azroq aytib beray. Künde ötmen yoldin yarımne küremen dep. Künde ötmen yoldin yarımne küremen dep. Ümit üzmüdüm yadin ölmesem süyemen dep be. Ümit üzmüdüm yadin ölmesem süyemen dep. Ölmesem küremende. Rahmat. Shu yillarga bir qaytdik. Undaqda hazirteli bizning siz bilan elib boradigan ikkinchi bosqichlik o'yinimizga keldik. Ma'qul. Boyaqisini o'yin deb bilan g'aybat barangladimi? Endi bu o'yinimiz sal odam qiynaydigan o'yin. 10 savolimiz bor. 10 savolga to'liq javob bersang 168 millionlik masorat mukofot qilishsa. Xalqim bir soat to'g'ri javob berib, keyingi savolga o'timiz o'tib bo'lgan degan xato javob bersang, oldidagi bütün numar, bütün pul hammasi nol bo'lib ketadi. Nima bo'ldi? Keyingi qaytib. Agar 5 soat to'liq javob berding, javob berdim. Mumkin deb turaydi. 6 soat javob bermay qolib qolsang, hammasi nol bo'lib ketadi oldidik. Shunga evaldigan gap. Qilib qoldim ishada. Universal savolda qildim abi. Endi buni har xil savollar bor. Odam qiynaydigan, odam chaldigan. G'alit savollarmi ko'proq? Atla. Boshlandik. Boshlaylik endi. Bo'ldi, birinchi savol. Undagi yana bir ish. Xato javob berib qolsang, ma'lum patlab ketadi. Qo'landik shar. Munda ishli bor deb hech qanday tayyorligimiz yo'q ekan bizning. Savol so'rashni boshladamansan? Ma'qul. Birinchi savol. Hayvonotlar bog'ichisidagi burni eng uzun hayvonot bo'lsa, fil. Ikkinchi burni uzun hayvon qaysi? Hayvonotlar bog'ichisidagi burni eng uzun hayvon fil, ikkinchisi qaysi? Filning bolasi? Kim javob berdi? Rahmat atrofimdan. Ya ma peyz oldu. Rahmat. Ko'rdingmi? Ishni o'ylayotgan deyapti hozir. Hemen ko'mib ketma. Ma tafakkur eg'izim orqali ifodalanib ketib qoldi. Men boshda o'ylagan. Sen boshda o'ylagan. Bundan bo'lsin buni uzun tursa. Men boshda o'ylagan. Unda da bu nonda Abdurahmonga va Hazratliga ikkilimizga 500 qo'ydi mukofot keldi. Ma'qul. Ikkinchi savolga o'tdim. Bir odam suvga tushib ketib, hayotidan ayrilay deganda boshqalar tarafidan qutqizib berindi. Bu odamning kiyimi, badani chiliq-chiliq ho'l bo'lib ketdi. Ammo chechi ho'l bo'lmagan. Nimishqa? Nari bo'lmagan? Chechi ho'l bo'lmagan. Chechi ho'l bo'lmabdi. Ha? Men bilmadim endi buni. Buni shu chechi bo'lmagankin, chechi ho'l bo'lmagandacha. To'g'ri. Tozmi ekan o? To'g'ri. Muborak bo'lsin. Voy. Tazga o. Chechi yo'q, shu chechi ho'l bo'lmagan. 1500 yerlik mukofot keldi. 3-chi savol o'tamdik. Ma'qul. Ikkisi to'g'ri javob berdi. Darsga kirish qo'ng'irog'i chelingan bo'lsa-mu, o'quvchilar sinfga kirmadi. Nimishqa? Ya men javob bermayapti, qilma uni. Dars kirish qo'ng'iroq chelindi deydi. Lekin o'quvchilar sinf kirmadi. Hammasi kapsiz bolalarmi yoki nimishab ketdi? Darsdan qo'yib bergandan keyin darsga kirishim chilinib bo'ldimi? Darsga kirish qo'ng'iroq chelinib bo'ldi. Shar partlaydi, juma ehtiyot qilsangiz. Dars kirish qo'ng'iroq chelindi. Tantarbiya darsimi ya? Oyo. Hazretleri tantarbiyani yaxshi ko'rdi. To'plarni yaxshi ko'rdi shunga. Men pasqapti men tanaffusmiki deb aytdim. Dars kirdigan degan gap muhimki. Dars kirdigan degan kim? 3-chi savol, 4-chi savol keldik, ha? 4-chi savol o'tamdik. Davomlashtiramiz, ha? Alga. Kolumbo dengiz safariga chiqib, yangi bir qit'ani bayqagandan keyin, yangi qit'aga tunji qadamini bosgandan keyin, ikkinchi bo'lib nima ish qilgan? Ikkinchi qadam, keyingi qadamni olganda? Oy. Javob. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bu savol g'ayri javob bersam bulg'ashgan qo'y. Ha shu, murakkab astoydil o'ylayolmay. Men tig'i u odam nima ishni qilgandi deb
5-chi savolga o'taymi? Ma'qul. O'tdim, ha? Bir kala shimolga 10 qadam, janubga 3 qadam, sharqqa 10 qadam, g'arbga 7 qadam mengib keyniga burilgandan keyin quyruqi qayoqqa qaraydi? Bu oson ekan. Kalning quyruq past qaraydi. Nima emasmi? Ma oson ekan. Inkas tez keldi, ha? Necha pul olib ketdi? Bunisi mayrusin quyruqi ne qaraydi o'da. Qilam. Jami 15.550 mukofot qilish bo'ldi. O'tamdi korxonchilarimiz. Shu tapda hozir dengiz sohillarini o'ylaylar. Abdurahmon doktor dengiz sohilda yerga dastlab ketyapti. Sayyobanda. Ammo uning keynida faqat oyoq izi qolmadi. Putining izi qolmadi. Nima uchun? Ikkalan sayyod mengibdimiz. Keynimiz oyoq izi qolmabdi. Sababi nima? Qumga dastlab ketyapti. Qumga dastlab mengibdimiz. Ammo qarsak keynida iz yo'q. Jim turinglar. Nahmaydan ko'rayotgan do'stlarimiz agar Hazrat Alidan burun misol javob berib olgan do'stlarimiz shu ko'rgan rayonga inkas qoldi sanab bo'ldi. Qumluqda mang'atdi. Ha, mang'atdi sizlar. Shunlamda qarsak. Vaqt belgilaylar. 6 5 4 3 2 Keyinchi manganmayasiz. Oy, to'g'ri. Çok. Javob berdim sizga. Keyinchi mangan. Keyinchi ketyapti. Keyinchi mangan lekin. Shu. Biz oldida. Hammasi mening oldim hamda. Hammasi sizning yeni bor. Agar davom etsangiz hozir jam 10 savol. To'liq 10 savol, to'liq javob bersang 168 ming yo'lik masorat bor. 6 savol. Agar to'xtab qolsang bo'ldi, hali vaqt to'xtasang bo'ldi. Yo'q, mukofotmi, mayli, rahmat, lekin odamga javob beramiz, ajoyib bo'lib qoldi ekan. Shunga men bag'az hozir sal bismillah, o'zimni qo'yib chaqchaqlar bilan javob berganda qilgan hozir bag'az men bismillah aytgandek bo'lardi. Rost. Chunki men aytdim, nima ish besimiz qildik? Oldi javob beramasak ziyon yo'q. Hozir javob beramasak ziyon bor. Ak qo'l kelib bo'lgan foyda u. Ish qilib, hazratlarning qaldishmagan qapoq bosgan deb qolmanglar ish qilib. Ha, sizlar hammamizga ba'zi javob beradigan ishlar oldi, javob bermaydigan ishlar ham bo'ldi hamda. Odamga mukammal bo'lmaydi deb so'zlab oldi chiqarsa. Unda o'z oxir killa. 27500 ga kelib bo'pti. Abdurahmonning hisobot yaxshi qilmadi ekan. Men hozir faqat o'ylashmay turdim men lekin 27500 ga xato olib qolsa olmaydi. Rahmat. Hammalarga ko'ngilliq rahmat. 7-savolga o'tdimmi? Ha, savolni olaylik. O'tdikmi? Ha. 7-savol. Bir mashina, bir motosikletni bosib o'tib ketgan. Ig'ir oqibat kelib chiqib, mashina haydaguvchi ig'ir yaralangan. Biroq motosikletning egisi hech nima bo'lmagan. Ma osonki. Bir mashina qoldim men. Motosikletni bosib o'tib ketar edi. Motosiklet bosib o'tib ketibdi. Lekin motosikletning egisi hech nima bo'lmabdi. Men burun anglagan bolalar. Men rost deyapman. To'qsib qo'ygan motosiklet odam yo'q ananda. Ha, ben burun anglagan. To'g'ri. Ma asot 32 ming. O'sha asal restoranlar yana qancha qoldi? Yana 3 qoldi. Bildigandan 5 kishi chiqsildi. 7-savoldan bo'g'ishib o'tib ketdik. 8ga kelamdik, hazratali. 8 o'tamdik, o'tmamdik. O'timiz danglar, o'timiz. O'tmaymiz. 8-savol. O'rmonlikda 100 yoshga kirgan zaharlik bir ko'z aynaklik yilon bor. Lekin u butun umrda odam chiqib boqmagan. Ma'nim bildikanman. Ma'nim bildikanman. Anlaganmisiz? U o'rmonlikda odam yo'q. Men rost bilaman. Hazratali. Elik pilninkini bayatonqa motosiklet odam yo'q motosiklet. Ma jidonnikini anglab ekansiz ha, zamoni. Balamg'im deb birdim men buni. Men 8 balamg'im deb bergan. Men so'ray 8-sini. 9-chi keldi Abdurahmonjon chaqirmoqchiman. 9-chi keldi hozir. Nechingiz keldi? Ha, gapingiz qilinglar. 40500. Endi bunda 9-savol. Bildigandan birini anglayman. 9-savol 40 ming qo'yliq. Agar 9-da bir savol to'g'ri javob bersang 40 mingga chiqadi. Xato javob bersang oldingi 40.500 ga hamma javob ko'taradi. Ya, undan so'rmaylar bo'ldi. Ha? Emas, bo'ldi hozir. Bo'ldimi endi? So'rmaylar. O'ssak mayli. Undaqda Hazratali korxonchilardan bir fikr anglab boqaylik. To'xtamdik yoki davom to'xtagan bo'ldik. Qani ko'tarib qana? Qizil to'xtasinmi yoki davomlashtirsinmi? Birli do'stimiz Monsun deydi, qolgan to'xtasin. Yo'q, ikki do'stimiz Monsun debdi. 14 nafar do'stimiz to'xtasin debdi. Ko'pga bo'ysunaydi undaqda. Hozir qo'limiz 40.550lik mol sotib berish taloni bor. Hozir bizning ayada chavushi bor. Hozir berib 30 sekund atrofida kuzatish bosqichimiz. O chaqda mol elish qolmaydi. 30 sekund kuzatib bo'lgandan keyin 30 sekundla mol elish vaqtimiz bor. Shu vaqtda tez surat erishimiz kerak. Vaqt tushib ketgandan keyin mol elish to'xtatildi. Men tutib turaman unda sen. Mana shu deb. Yetamagan kun. Siz bilib boramsiz?
Sizin tane ilişki branşı mı alsam? Siz 10 kulunuz alsınız, ben soluklamadım, ben sol arkaya qarağım. Ondan şey yok. Çok özünüz Bu alırsınız. fakat tuşqil mas'ul. Bu bizning obrot bölümünün mas'uli. Yetkizish bölümünün mas'uli. Ondan içtik mi anıcımat? Aldı bilan küzüş basqıçlar bor. Qani marhamat küsteyli. Qani küsteyli. Qani küsteyli. Küs baqay. Dasxonga marhamat degandek. Ha, buna 30 kun kuzatgan ha. yo'g'on qaplar qaratdim men. 22 kun qoldi. kun qoldi. Men tayyor bo'ldim. Tayyormi? Qandaqda Qulam chiqqaning ham neliyorummi? Ha, mikrofonni qo'yib qo'yamiz. Endi quloqing yetmaydi. 3 2 1 boshlandi. Tiz. Tatmay elayvering. Tiz. Oxirgi 10 sanaymiz. Hammamiz birlikda 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Muborak olsun. Sen qaytib kelamdi. Yaxshi. Oy azizim. Bu to'shib bir yak beribdi. Chiqib ketmasin. Ketmasin, Chiqib ketmas, chiqib qolib qoldi. Sizni japa qilib qo'ydim. Bundan menga ma'qulda bo'lsa? Ya mekelsen. Mangdimdi. Endi eng bir savol yana. 40.500 yuanlik mas'uliyat mukofot qilishdik. Bu mektep zaten nima ish qilmoqchi? Bu mektep nima ish qilmoqchi? Bu mas'uliyat mektep ishiltib o'g'lamaydi endi buni chavushirochamdan ikki sovg'at qilamdiq boshqalarga. Buni hamda hammanglarning o'sha o'tag'an korxonchilarniki o'ziniki nurg'ulg'an qon tari bilan ishlab chiqqan bozor sog'an mas'uliyatlar. Men buni qadrlayman. Ishiltib bo'lasam, ishiltalik uchun ishiltiman. O'yitkilarga sovuq qilaman, ishiltib bo'lmaganimni men haqiqiy saqlayman. Yaxshi, javob qildim ishiga. Rahmat. Hamma harbiy mas'uliyat korxonchilarimiz o'zining barisi o'xshash. Bizning naqshimiz o'xshaydi? Ha. Plastikimiz o'xshaydi. Arzulaymiz, qadrlaymiz. Xo'sh, keyingi bosqichga o'tib ketamdi. Endi hazirda mundaq bir o'yinimiz bor. Mushuning ichida sahnimiz o'ltagan korxonchilarningki shirkatning ismi bor. Siz xohlagan bir chekni tatib olasiz. Tatib olgandan keyin ko'zingiz bo'ldi. Shu korxonchi siz bilan birlikda mushu o'yin bosqichini tamomlaydi. Ma'qul. Sizlar ko'ramsiz, ko'rmamsizlar? Buni bir e'lon qilsangiz bo'ldi. Oybilik shirkati. Alijon apandim. Qani aka, marhamat. Salam azizlar, salam korxonchilar, salam ustozlar. Shundaqla salam ekran oldidagi ko'rilman do'stlar. Şinjan Aybilik Xalqaro Sochilik shirkatining qurg'uvchi Alijondan hammanglarga o'tliq salom. Xaşalımız. Hazırda Ali çektat şarkılık mana siz sahneye çıktınız. İşkinlar hemkarlışsızlar. Bu qitim sizlar tamamlamoqchi bo'lgan o'yin jarayoni mundaq. Ali Jakan quloqqa tingshig'ishni taqab, xalqan bir naqshni biz qo'yimiz, tekstni demagan asosda g'ingshib berdi. Ahangini. Hazirda o'tirg'i kelib shu naqshining qaysi naqsh ekanligini tepib berdi. Kim aytqinni va naqshining ismini biz ming naqshini için tanladik. Tayyorlab bitdimi? Tekstni muzikasini demda? Yo'q. Hamma Falan naqsha. Palani naqsha. Ha. Aka siz naqshini veşe aytib deydingizmi? Unda emas. Ha. Qanşıyımız ha? Lay la la lay 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 la lay 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 la lay lay Lay. La 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 lay 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 la 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 lay 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 Nayken kış qılmaydı. La 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 lay 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 la 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 lay 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 la 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 lay 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 la 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 lay lay lay. Bu üzemden naqshga mazab, üzem aytgan atlas ko'ylak kiyib olsan degan naqshga. Muborak olsun. Muborak olsun. Yaxshi. Qaytib keldi. Men arasida degan aytibdi. Top-to'g'ri. Rahmat Ali Jaka. Hazrati Muhammad Tursun aytgan atlas ko'ylak degan naqsi. Muborak olsun sizga 1000 yillik mukofotimiz var shunaqla. Rahmat aka.
Hazretleri yığımı 5000 yıllık mukabbat qetildi. 45.500 yıllık mukabbat verişdi. Şunu qaytib ketib hisoblab qo'ygan ekan, davomli so'z sanat septirimiz. Eng oxir yurak so'zini anlagan. Rahmat. Yurak so'zim hozir qisqalam aytsam, bugungi mushu men mikro savdogar nomli mushu programmaga qatnashganimdan mening muhim ko'rib, mishak taklif qilganlarga ayt xush bo'ldim. Mushu banada barliq korxonchilar bilan, udulotlagan ustozlar bilan nayt ko'ngillik vaqtlar yana mishada sizlar bilan nayt yaxshi vaqtlar yana bir ko'rishib oldik. Ahmiyatli o'yinlar o'ynagan bo'ldik. Hammanglarningki menga bergan shu sovg'atlarga rahmat. Hammanglarningki ishlaringlar taqim yaxshi bo'lishini, shirkatinglarni taqim taraqqiy qilishini, jamiyatimizga taqim yaxshi to'klarni qo'shishinglarni umid qilaman. Sizlarningmi tininglarning salomat bo'lishini, shunday programmalarning jiq-jiq bo'lishini chin ko'ngil umid qilaman. Men hammanglarni yaxshi ko'raman. Rahmat. Rahmat. Biz hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat, unda bo'lsa Hazreteli, ishlaringiz texim utuqliq bo'lsin. Bugun jafo chekdingiz. Rahmat. Men sizlarga bayatni deganda ko'rishimdan ayt xush bo'ldim. Ishlaringlar yaxshi bo'lsin. Sizlar ham jafo chekdinglar. Rahmat. Bo'ldi. Rahmat. Ma'qul xo'sh. Qani, chavaklarimiz bilan uzib qo'yaylik. Rahmat. Xo'sh qadrli ko'rmanlar, biz bugungi Uzbay men mikro savdogar programmasi orqali go'zal hikoyalarni angladik, san'at nomerlaridan hozirlandik. Ishimizki, keyingi programmamiz texmo sarxil rangdor bo'lg'isi.